badani juda bo'sh bolalarga issiq vanna buyuk emas, battar bo'shashtirib yuboradi. Siz buni iliqroq vanna olasiz, iliqroq vannaga so'ldili vanna solish kerak. Iluda so'ldili vanna erimaydi. Demak, отдельный tog'orachaga yarimta tashqi so'ldili vanna solib eritib olib, vannaga solib, o'shani qo'shasiz. Iliqroq suvda, ya'ni muzda emas, 37 gradusli suvda qo'yib, bolani cho'miltirasiz, yarim soat 10 kun qilasiz. Moskva suvdagi mikroelementlar chiqib, bolani badani ko'payt qilishga yordam beradi. Uyda 10 kun ketma-ket qilsangiz, mana shunday haqiqiy gidrovannani effekti bor. Gidrovannada juda ko'p joyda даже emas, suvi temperaturasini o'ynamaydi. Men konsultatsiya qilayotganda video olishga aytib qo'yib berganman-da. Rosa ko'p masalan duo qilishadi, bilasizmi? Men sizga shogird tushmaganman, lekin Instagramda qo'yayotgan oddiy aytayotgan ma'lumotlar shunaqa foydaliki, effekti bor. Rozi bo'ling, foydalanyapman deysizda. O'shaning uchun foydalanib ko'ring. Dahshat bir menga o'zim ham duo qilaman. Ya'ni gidrovannaga pul ketkazmayman.